Mana qishlog'imizga bitta transformator 100 xo'jalikdan ziyod aholi yetkazib berilmayapti. O'zi 100 ligida pul yig'ib 160 qilganmiz. Aholini bir kunimizda ichkarilari avtomatlar qo'yilmagan, portlab ketadi har ikki kunda. Mana transformatorimiz ahvoli, mana ichkarilar yonib ketgan mana. Shunchalik katta yong'in bo'laverdi. Bularni ko'radigan mutaxassis yo'q. Davlat tomonidan elektrositey tomonidan remont qilish kerak bo'ldi. Elektrositey tomonidan hech qanaqa yordam berilmaydi. Bu yerga avtomat qo'yilishi kerak aslida. Qo'larimizda ahvoli. Mana har ikki kunda yiqilib qoladi. Mana yaqinroqdan kelib qarang, mana nimalar tirkab qo'yibmiz bunga. Yaqinroqdan. Orqasida aka bu bo'lmasa bo'lmaydi. Bunaqa tushirib yo'qdi bular. Tushirib shamol bo'lsa yiqilib qoladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz endi oylik o'tkazamiz tinimsiz. Mana shu qishloqlardagi eng ko'p yordam beradigan, odamlarga, aholiga ko'p xizmat qiladigan elektr toki, ya'ni stalbalar haqida gapiramiz. Stalbalar 66-yilning stalbalari. Bu juda ham noqulay nimalar keltirib chiqaryapti. Eng birinchi o'rinda qishloq aholisiga elektr kerak, gaz kerak, suv kerak. Mana shu juda katta yordam beradigan stalbalar ahvolini ko'ryapsizmi? Endi bu haqida kurash olib boramiz. Hurmatli do'stlar, endi oylik o'tkazamiz. Har bitta qishloqning stalbalari 66-yilda stalbalari qolib ketgan. Bu haqida elektr ta'minoti, tarmoqlari, butun dunyo o'zgaryapti. Bular o'zgarmayapti, o'zlarini o'zgartirmayapti. Har xil bahonalar bilan
puli yo'q, pul ko'chirish kerak degan bahonalar bilan odamlarni, aholini murojaatlarini nima qoldiryapti, muallaq holda qoldiryapti. Mana hozir Yo'g'antepa qishlog'i, Yo'g'antepa mahallasi, Do'sat qishlog'ida turibmiz. Bunaqa stolbalar har bitta qishloqda to'lib ketgan. Har xil bahonalarni to'qimasinda endi kurash olib boramiz. Har bitta stolbani kelajagi bilan qiziqamiz. Mana hozir Do'sat qishlog'ini stolbalaridan bittasini ahvolini ko'rib turibsiz. Mana bu visokovolt nima, Rustam? Qancha fazada mana bu ishlaydi? 220 lik aholiga tarqalgan kichik faza bu. Kichik fazami baribir qani ishda nima sim tortilgan. Hozir bu yerda. Aholinikida. Tumandagi har bitta stolba ro'yxatda turadi. Mana shu ro'yxatlar haqida hurmatli do'stlar, biz ishonmagan edik, murojaat qilgan paytida ishonmagan edik, lekin haqiqatan ham mana ishlab turgan stolbalarning ahvolini ko'rgan odam, bu yerda gaz yo'q. Faqat mana shu elektr tokidan foydalanadi. Bularning ahvolini mustahkam qilib qo'ymasa juda ham ayanchli ahvolda turibdi meniki. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Bu hamma narsa shu yerdan ketganmi? Nechta odamga ketgan bu Qishloq teng yarmiga o'tib ketadi bu yerdan. Shunday o'tadimi? Teng yarmiga mana shu istalgan turishiga qarang, men necha marta jalba qilib ko'rsatganman. Uzilib tushgan paytda ko'rsatdim men bu chaqirib turibman. Bu yerda nevaralarim o'ynaydi. Bu qiyin bu narsani. Bittasi ham anoda turgan istalgan o'ziga bog'laydi. Tepasiga qanday chiqyapti hozir? Montorlar qanday chiqadi bu tepasiga? Narvon qo'yib chiqadi, narvon qo'yib chiqadi tepasiga. Qayerlarga murojaat qildingiz? Mahallaga aytganman, keyin o'zim telefonga olib turib, internetga qo'yib beraman dedim. Masalan, mana shularni hammasini o'zim qo'yganman. Montorlar bir kun kelganda chiqqanda qiyshayib qoldi. Shundan keyin to'g'rilandim. Vaqt chirib yotibdi. Mana shu qishloq Yo'g'antepa mahalla Do'sat qishlog'iga kirib keladigan katta asosiy ko'cha. Mana haqiqatan ham mana stolbalarni men lof qilib aytyapti deb o'ylasam, haqiqatan mana bu ahvolni qarang, xatarasiga ketgan stolbalarning ahvolini ko'ring. Nargisi, bunisi, mana bu yo'llar yana. İşlep durun ha. Aa ne metrinin özü bulayım. Qanday qo'rqmay, indamay o'tiribdi bu yerda. Qanday qaysi vijdon bilan o'tiribdi? Bu Ahmad ketsa juda yomon bo'ladi bu. Qolgani necha yil bo'ldi buni? Qanday turibdi bu hozir? Butunligi bu yon holatda qolib ketdi. Yana bir yo'l ustida turgan bo'lsa. Buni ancha yildan beri aytyapmiz. Inobatga olmayapti, qilmayapti. Xo'p, qilamiz deydi, dasturga kirdi deydi, qilmayapti. Bultir ham va'da berdi, qilmadi. Qolib ketyapti. Ana mantık kulak etsinmeydi, çıkarmayaptı. Hozir buni ko'ryapsiz. Buni gatak surov bor. Men bizlar mahallaga o'tingizlar, vobshe. Surapsiz. Anida turib shamolda chasilib uzildi, buni ham Javobi aytmaydi, nevaralarim o'ynaydi. Mana shu stolbalarimiz Do'sat qishlog'ida, mana shu stolbalarimiz qishyapti, mana shunga yordam qilish lozim bo'ladimi ekan? So'raydigan odamni o'zi yo'q buni. olmagan joyimiz qolmadi, murojaat qilgan. Hamma joyga boryapmiz. Samarqandlarga necha marta bordik. Ishton hokimlariga boryapmiz. 5 yildan beri yuramiz mana shu stolbalar masalasi bo'yicha, yo'l masalasi bo'yicha. 2 mashinalar boryapmiz. Viloyat hokimi ham qolmagan, tuman hokimi, prezident va anusi qabulxonasi, viloyat prokuratura murojaat qilinmagan, soha qolmagan. Lekin ahvol mana bunaqa. Ta'kida bolalar o'ynaydi. Birontani bosib qo'ysa xavfli bu. Qancha jarohat yetkazish mumkin. Lekin shuncha narsani ko'rsatib, kelib ko'rib ketsa ham hech qanaqa yordam natija yo'q ko'rsatilmaydi. Qayga murojaat qilsalaring ham biz ko'rib chiqamiz. Murojaat qilavermanglar deb bizga qasma-qasiga dars svitlarimizni o'chirib qo'yishga harakat qilyapti. Qo'lingdan nima keladi deb. Iltimos bir tegishli organlar ko'rib chiqib, shunga nisbatan bir chora ko'rib chiqib. Elektr tarmoqlarining rahbari kim? Bordingizmi yaqin o'rtada ularni? Yaqinda borganim yo'q. Ismi ham nima edi? Korоче, ularga 100 martalab borganmiz. Hech qanaqa natija yo'q bulardan.
Viloyat tuman hokimi ham biladi. Unga ham necha marta murojaat qilganmiz. Televideniya Samarqand ochiq muloqot televideniyasigacha chiqqanmiz. Ulardan ham va'dalar bo'ldi, lekin natija yo'q baribir. Hurmatli Ishtixon tumani elektr tarmoqlari rahbari, mana Dusat qishlog'ini Yo'g'ontepa mahallasi Dusat qishlog'iga yaqin o'rtalarda kelganmisiz, yo'qmi? O'zingiz shaxsan piyoda hech qanaqa mashinasiz kelib ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda o'zingizni bolalaringiz bilan yasharmidingiz yoki bo'lmasa mana shu yerda o'zingiz bir marta ko'chadan o'tib ketarmidingiz? Yuqori shamol bo'lgan paytida umuman bu yerda tinch holatda ham bu yerdan o'tib ketish xavfli holatda turibdi. Bu bitta ikkita stalba emas, kamida 30 ta 50 ta stalbalarning ahvoli mana shunday holatda turibdi. Mana kecha yomg'ir yopgan kuni bir 2 kun suv bo'lmadi. Yomg'ir boshlagandan suv yo'q. Simimiz uzilib ketdi, simimda qurilgan. Shamolda chatkashi. 60 yildan beri mana shunga 40 yil 60 yil bo'lyapti demak. Ha, hozir ham suv yo'q-da. Hozir ham suv yo'q bizda. Suv yo'q. Sal shamol bo'lsa uch qoladi. Quyosh chiqib turibdi mana. Qarma, qimlarni qaranglar, o'ynashni qaranglar, bir-biriga tegadi. Hozir tanqidiy fikrlar ko'payib ketyapti, lekin shu tanqidiy fikrlar ba'zida insonlar sirkan suv ko'tarmaydi deb o'ylayapmiz. Lekin bu mahallaga kelsangiz, haqiqatan ham shu hech qanaqa lofsiz talbalarning ahvoli, odamlar sharoiti og'ir ekanligini ko'rib turibsiz. Hamma talba mana shunday ahvolda turibdi. Shuhrat. Mana Yo'g'ontepa mahallasi Dusat qishlog'idagi Shuhratning uyi yonidagi stalbani ko'rib turibsiz. Biz boshqa joydan olib kelib bunga ko'chirib qo'ymayapmiz. Mana shu yerda turgan, ko'chani boshida turgan, ko'chani oxirida turgan stalbani ahvolini ko'rib turibsiz. Hurmatli do'stlar, agar mabodo mana Namanganga, Andijonga hurmatli prezidentimiz boryapti, xuddi shunday holatda mana shu qishloqda aylanib qolsa, hurmatli tashkilotlar, hurmatli rahbarlar, elektr tarmoqlari rahbari, Ishtixon tumani Dusat qishlog'ida turibmiz. Siz ismingiz nima edi? Annaqul, Babaqul, Annaqul. Ha, siz ma'murlarni o'zingiz qildingizmi ma'murlar? Ha, bu shamolda chalkashi uzilib ketdi. Mana yo'lga kelib tushdi. Yo'ldan maktab bolalari o'tadi, qaytadi, qancha mashina o'tadi. Shu shamol bo'lsa, shu yuramiz tovuslab yasaymizda, mana ko'ringizlar, mana qo'l bola tortib qo'yib, biz ilojimiz yo'qligidan. Mana istalbalarimiz ham. Avariya holatda turibdi. Agar kuchliroq shamol bo'lsa, mana shu uyga kelib tushadi istalbalar. Shu uchun sizlardan shu bir iltimos qilamiz, shu istalbalarimizni almashtirib bersalaringiz. Yana qaytarib aytaman, Yo'g'ontepa mahallasi Dusat qishlog'i Annaqul, Boboqulni xonadonining yonida turibmiz. Agar shu ko'chalarga ham prezident kirib kelsa, hurmatli elektr tarmoqlari rahbarlari, hurmatli tegishli tashkilotlar, bunga nima deb javob bergan bo'lar edingiz? Assalomu alaykum amaki, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr. O'zlaring qanday? Maniki, meni stalbalarni ko'ringizlar. Umuman imkoniyati yo'q. Iloji bo'lsa, hurmatli rahbarlar, yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Juda ahvolimiz og'ir. Shamol bo'lganda suv bo'lmaydi, uzilib ketyapti. Mana hozirgi yangi qo'yilgan uchochiklarimiz kodlanib qolyapti. Sal zamakayni bo'lsa, keyin kodini ochish uchun 2 kun, 3 kun haftalab orqasidan chovib yuribmiz uni. Bo'lmasa yonmaydi, puli bo'lganman ham yonmay qolyapti, xuflanib qolyapti. Mana stalbani ahvolini qarangizlar. Bu stalba hisoblanadi. Kuchimiz yetganicha qilganmiz. Boshqa ilojini qila olmadik. Hayla nargi stalbamizni ko'ringizlar, uni ahvolini qarangizlar. Juda ahvolimiz og'ir. Qishloqlarimiz qancha obod qilsa, ayollarimiz hammasi yangi qo'shib ekib turibdi. Suvlarimiz o'chmasa hammamni bachaq. Ama istalbalar men bitib yaptı. Baqoga yo'q bizda. Faqat shu issiqlik isitish uyda xonadonlarda shu svit orqali bizda. Boshqa imkoniyatimiz yo'q, ko'mir yo'q, o'tin yo'q. Mevalarni ham kesib, mevalarni ham yoqib bo'ldik. Bu yil qish qattiq keldi. Mana yana oldimizda sovuq kunlar keladi deyapti. Yo'qaydigan tirikchilik yo'q boshqa.
Hatto svit qilib svit beringizlar, svit. İmkoniyati bor narsa. Hech kim Hozir so'ramaydi. chez online svit Uchuvchilarni quflanib qolishi toza azab beryapti. Orqasidan Chalkashgandan keyin anolar quflanib qoladi, cho'chiklar. ishlaydigan televizorlarimiz, xolodilniklar kuyib ketyapti. Ham bizniki kuyib ketdi-ku, xolodilnik. Shu uchib yonaverdi. Stelbalar o'ynab qolyapti. Yangi olingan televizorlar kuyib ketyapti. Tagida maktab bolalar o'tadi. Yo'ldan emas, odamlar uyini ustidan o'tib ketgan simlar. Qo'rqamiz, bolalarimiz tagidan o'tadi, o'ynaydi. Boshqa o'ynayotgan joy yo'q. O'ynayotgan joy yo'q, stadion yo'q qishlog'imizda. Bolalar o'ynayotgan stadion. Mana yo'llarimizni o'xshatsin. Yo'llar o'yma chuqur, hech kim kelmaydi meniki. Bir marta ham. Bolalarimiz suvga tushib bo'lsa, men agarimiz ichidan o'tib qolgan bu istalbalar, iloji bo'lsa mana yo'limiz bor, yo'limizga chiqarib bersin. Buni tagiga kirib remont qilishda iloji yo'q, texnika olib kela olmaymiz. Agaratda ichida bo'lib qolgan. Shirib qo'ygan. Ha, yetyapti. Ha. Mana. Oy, bojni motorni Bolalar o'ynaydi, hammani agaratidan o'tgan. Tagida ishlaymiz. Tagida men xo'jayinlar ishlaydi hammasi erkaklar. Svitimiz yo'q. Svit yo'q meniki. Haftalab o'maynam qolyapti. 3 kun bo'ldi svitimiz o'chganiga. Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa svit yo'q bizlarda. O'chib qoladi. Telefon qilsak kelmaydi. Uchuvchilarimiz kodlanib qoladi. Uni borib chaqirsak 3 kun, 4 kunda yetib keladi. Opar desa bor, yo deydi. Yo'llarimiz shunchalik yomon deydi, bormaymiz. Mashinamiz deydi, balani ana bu boryapti. Yorilib ketadi. Hamma tot deydi desak. Kelmaydi hech kim. So'ramaydi. Taksilar umuman qatnayolmaydi. Umuman ham kelib so'ramaydi. Nima yurolmaydi. 1 kilometrdan narsalardan Mahalladan birorta odam kelib turib bir marta bir xolaqol so'ramaydi. Nima bo'lyapti? Mahalla otam, mahalla enang deydi, lekin yo'q. Bizda mahalla nol ishlamaydi umuman. Mahalla raislaringiz kim ishlaydi? Kim familiyasi? Anvar akalim bilamiz, familiyasini ham bilmaymiz. Necha yildan beri o'zini ko'rmaganman ham men Qancha masalan. yil bo'lib ketdi ishlaganiga. Buncha yetib kelib, nima qilib so'rab. Talabalaringiz aytganmisizlar, mahalla idorasiga borgan paytida qilib beramiz, to'kib beramiz, masalan yo'llarga tosh to'kib beramiz degan yo'q. Pullarni yig'ib olgan, lekin istalbadan darak yo'q. qanaqa pul yiqqansizlar? Hamma nusini aytadi. Bu nular muammolar aytadi, hech kim lekin shuni hal qilmaydi. Bolalar so'rab qo'yapti? Yo'q. Bolalarga-ku Umuman moddiy yordam biz mahalladan olmaymiz. Erkaklarimiz oddiy ishchi uyda. Ko'chaga chiqib ishlab kelsa pul bor, bo'lmasa yo'q. Mahallaga borsang, seni muncha gektar yering bor deydi, lekin yerimiz kichkina. Qaqa borsangiz borur, meni kelsin, ko'rsin, mahallani o'pkingizda borib yordam ber desak yordam bermaydi. Mana bahor boshlanyapti, ariqlar kovlayaptimi mahalla? Bosh bo'lyaptimi shu? O'zimiz qavlab, Fermerlarnikini kavlab kelyapti, lekin fermerlarniki ertaga paxta joy beraman deydi, shu uchun bor Shu uchun yillarni kavlaymiz, kelyapti. Qayerdan ichasiz sizda? Arabxonadan. Arabxonadan keladi fermerlarga shu paxtasiga. Bizga suv kelmaydi, yo'q. Boshqa joydan suv kelmaydi, umuman imkoniyat yo'q. Kelishganmi, kelgamiz. Shu bo'ldi. Abi shalqillab yopti haylakay. Yeni hoşçılık gittiğinde, Arıstan'ın kalktığında bana zaten hem mikrofonlar yapıyorlar. Daha da bunlar var ki çıktı taşır. Ya yeni bazı bu. Kabul olunyapti. Qishlog'imizga mana onlayn uchun chiqib qarang, istalbalarimiz ahvolini ko'rib keldilaringiz. Bular kodga tushib qoladi bu onlarda, simlarda. Har bir ularni bir kun, ikki kun kutamiz. Kelganda ham 20 ming, 30 ming ularga yana qo'shib ketganda to'lov qilish kerak. Yo'l kira beringlar deydi, shu yo'l kirasiga yo'l kirasiga beramizmi, bunga to'lovini qilamizmi, qaysi bittasiga qilib? Uchoy patsansiya portlashiga yaraymizmi? Aholi qaysi bittasiga bo'lish kerak? yo'l kira bermasang bormaymiz deydi.